Eronda mana Tojikiston bayroqlari ilinib turibdi. Mana Tojikistonga bo'lgan hurmat, mana Tojikistonga bo'lgan rahmat. Minnatdorchilik sifatida mana shunaqa qilib bayroqni ilib qo'yishibdi, baraka topishsin. Do'stligimiz hamisha abadiy bo'lsin. Xudo xolasa Eronga bo'lgan safarimiz nihoyasiga yetyapmiz shu bilan. Oq ko'ylagim ko'rinib qolibdi, ming bor uzr. Joninglar sog' bo'lsin, o'zingizga ehtiyot qiling. Furachilari, padishah turinglar furachilari, qo'llab-quvvatlab videolarga like bosib turinglar, tekin like bosish. Ko'pchilik like bosish, misol men like bossam unga pul yoziladi deb o'ylayotgan. Yo'q, unaqa emas. Menga pul tushmaydi, likedan, prosmotrdan, obunachilardan menga pul tushmaydi. Qachonki nimanidir reklama qilib bersam, keyin menga pul tushadi. Shuning uchun bemalol bosinglar, bexijolat. Mehnatimizni qadrlab, rahmat sifatida, minnatdorchilik sifatida bitta like bosib qo'ysanglar, biz shunisiga xursand bo'lamiz.